Tarlık şirketi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarimiz. Oldi bilan men barliq To'qildim Xudoyim, tova. Tova. Hay assalomu alaykum. Yaxshimi? Nim tayyorlig'im qilmay meni keynimda akib chiqsa? Tayyorlikni qilayotgan aka. Ha. Men oqsakni tursam, abayka maqbal taqtuq so'zlaydigan. Ha. Shuning bilan Anvar abizga shunda qizg'in paranglish etibdi. Keyin Shukrat Avdivili keldi qara. Bular shunda qizg'in paranglashdi. Keyin nima qizqib gapiga quloq solib baqsam, lekin hech kimni tushunamadi. Qara. Ularning gapining bir yerlarini olsang tushunsa, ya'ni bir yerlarini olsa tushunmaysa. Tushunamka? Ha, aka, siz anlatsizmi? Bir deb bering aka. Paranglashadi. Qarafka, men shu miyay chiqib, shu tomoshabinlarga murojaat qilmoqchi. Aziz qarindoshlarimiz, anda bo'lsa, ana shu 3 do'stimni men seni taklif qilsam, ochlar nima da'vatidu, sizlar bir anglab beqib, tushunib baqsanglar. Biz bu hech nimani tushunapmiz. Anglab beqinglar. Voy. Ajab. Avar qildim aya. Altıqkine bazarga chiqqandanga chiqib shu ayolim buni nasab sanmay 30 ko'p pulni yemib yasab ko'ray deb hajlatlabetdim. Shu ilvog'inim bir oyoq bo'lib qolibdi. Bu oyoqning orsiga tosh kirib olib, yomon xabar qilyapti. Buni hamda qaynonamga deydib demedim. Voy, mana göğüski çıkıptı. Moş Kur'an'ı yetingenlerinin çoğun koçunu yugurab yürüyüşü qat'iy man'i qilindi deydi. Qarag'anda bu qatimli kompyuter darajimdan tashlashib ketirgan o'xshaydi. Shu emasmi? Altıqkine bir qancha og'inlarim ketdi-ku. Birdan o'tirib qo'shaq ichib ketdi dedi. Rost qo'shaq açdimi? Sen hadayt shuni bilan radio qo'yib berdim. Endi qarang, men oyoqning bir pini qayntamning ayoli olib bergan. Yana bir pini qayntamning ayolining qizi olib bergan. Men ya tash qaydigan yerda yumsam, bu orcha qanday tash kirib olganda deyman. Buningga bir nima degil olmaydi. Hozir mushu Hindistonning yumshoq detal taraqqiyoti bak tez bo'lyapti. Ha. Shuni siz eng yaxshisi mushu Hindistonga berib, ortki qismda tank haydab baqsangiz ulamdiki. Ey, meni buni qilmadi demsiz. Men asli bir yil qarang 45 yoshga kiratdim da. 7-8 yil viyabiyat bilan ketib qoldim-ku. Shuni bilan 37 kirdim biza. So'lashqa hatto uzib tashlab mansatdim. Cho'chiriq chetib baqdim. Ishdan paypoq chetib baqdim. Endi chamning orsiga tosh kirib oldi deb bu oyoqni tashlab bo'lmas. Mushu mening mendan kichik bir akam bor. U mushu Mars, Yupiter qatorliq planetlarda qatnab yurib, uzun so'z qiladi qara. O mushu yaqinda Oy sharidan bir zamin setilib shunga ko'chib ketdi. Men mushu akamga yaqinroq o'tirayinki deb, mushu Urumchidagi eng egiz binoning o'g'isidan bir uy setib oldim. Unda sizning ishingiz yaxshi-ku. Menmo Cho'chirxondan birni ochgan. Tijoratdan faqat yaxshi o'rnida. So'lashqimiz to'y qildigan yigitlarning ehtiyojini qondirish uchun qo'ldashxondan bir nechib qo'yay deb, oshxona qatirab yurib, bir g'ulchining ammisini pishib sotadigan bir do'kon kirib qolibdi-kanma. U yerda kelama chetma ezib qishim tatat qarang, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Qara. Mushu yazdan beri Taylandning kalkun bisib ketdi emasmi? Shunda. Mush hozir Taylandliklar kalkun suyini chilak bilan Saudiya Arabistonga to'shiyotibdi. Biz yaxshisi shu yerga yurib baqsaq ulamdiki. Men bunga qat'iy qo'shilmayman. Unda qo'sa Liviyaga berib, Gumyan imtihonini qatnashib zo'ntong buldiganning amalini baqamdik ya. Ey, u yerga borganda, do'qmishga shunda katta samchxona ichilibdi, ranglik sam shunda yaxshi o'xshaydi-ku. Achaga berib muzdek do'g'atda ishga qachib chiqaman-da. Makalvaning gapini. Nadallik. Bizniki bu nadallik qachonmi tuga? Araf. Uyimdagi kitoblarni quritib ketdi deb atattıngiz. Qanday qildingiz? Qanday qilatdi? Konsul ko'chining do'qmishida ish kimoyagan, kivet terdi. Kunduzi uyda aramalama, kechda asasan beka. Ey! Hozir mushu Yevropada pay chekining bahsi adab o'rlayapti. Ha. Siz hech bo'lmaganda azroq pul chiqarib zayon setib olsangiz, keyin uni ziyniga satsangiz bo'ldi emasmi? Meni buni qilmadi demsiz. Ben kompüterde torga çıkıp bakma
demenken, aldığım günümüz ulunuş doğru bilen nur doğrunun arasına girip kılıp çıkanma. Ayalım kirip çıktı. Şununla müşküş kelgende men ayalımdı deyme, toy kılaylı dep. Eğer toylıkның gepini qıp kalsa, kaynatamның ayal epeге ayağını aldığını koyma, gım kılanmaydı. Yaraysız, oğulala. Әмселі өзіңіз yakkan samsıladın bir çıkamamsız. Oltırıp мәзә қылмам бақ. Болады, ondasa ranglik samsıladın bir egisteyip bakamsız. Maqıl. Maqıl. Bu şu aldıq günü bir ağinem sanatoriya girip mening buvanni dilla yo'qlashib bersan dedi. Maqıl deb barsam rast 80dan aşkan bir cho'ng buvayga. Basaq bek xo'shib ketdi buvay. Ballarım bek xo'sh bo'ldim deb o'zidimni bir qayradamga tusnaqo, a gitarni chiqita. Deganda voy men chog'izga o'xshaydi deb o'ylab qaptimi? Amaliyat ish bunday emas ekanda. Chiqitla gitarni qo'liga ilib ballarim men bu 3 yil sanatoriyada turish jarayonida bekayat deb ijodiy bir ishlar bilan shug'ullanayotgan. So'nglashgan mush bekil xarakterlik ijodlarimdan bel degan naqshamni so'lagi so'q qilay deb naqshni boshlab qoldim. Voy be! Voy do'stlik doktorxonaga basan taqaymidi bu ben. Oye! Boshqa doktorxonaga bir baqaymikin, turpanga bir qungu tushib baqaymikin. Voy be! Voy mumuyum tugat ketkin pishilvandi. Endi men qanday qilaman? Bo'ldi. Ko'nglingizni yerim qilma. Biz bas. Rahmat. Endi bu teksti cho'nqirib olgan naqshlardan shor. Ranglik samsılardan egisteydinizda, bu piyaz bilen, göç bilen kıgamda bir samsı var, bir ikitan egisteyip bakamsız. Buladın darsa. Bu şu, İsamkam, iki bayıla oturup, iyan toğırlık paranışıp kaptı der. Sen kanday yanı kılsa deyişip, bir bay deydikken, ben bu pullarımın hemen oyluğa çıkayıp, oyunun oturga arkandan birini tatip arkandan üstüde turup pullarımın asmanı bir atıma, arkandan üstüde düşkünni üzemep kılıp, Çeşik düşkünni yanı kılıp ütüme deyse, yanı bir bay kopup, ben bu pullarımın hemen oyluğa çıkayıp, oyunun oturga dügülek çemberekten birini sızayma. Çemberekten oturup pullarımın asmanı bir atıma, çemberekten üstüde düşkünni üzemep kılıp, Çeşik düşkünni yanı kılıp ütüme deyip olup, İsamkam kaç pulunuz var? 700 min pul var. Siz kanday yanı kılsız? Ben onda çemberekmi sızmayman, orkamı tatmayman. Zümeyni kan pulunu açık deyman, oyluğa çıkıdı. Oyluğun oturup pulunu asmanı bir atıman, yegi düşkünni üzemep kılıp, düşmey kalgınni yanı kılıp ütüme. Deyda. Yani bir güne, bir ayal küçük balsını elip, o bals bek uğruk, seyrek, yüzler şapkön, burunları çekim takmalı iken de, hem de çoğulağında bu balı degen çıraylık, katta Uygur kızları yakşı gördüğün jigitlerden bak gitti da. Bu ayal balını götürüp avtobus çıkışıgıla avtobusda şopurumda oturup, "Yallah, ömrümde köygen en sert balı kına mağı degendiki ayalının köyünü kep. Ecep kuşkap köpte atsam, ayak İsamkam turup gen, "Oy, ettigen neyim tamak yiygen" dep. "Oy, tamak yiygen gelmez. Çıksam balını bir kadar şopur tıla ketip bardı. Siz o şopurun birinin degen ma?
Vay ya bir kadın bir tatlılar getir. Davasa bulmaptı men berip şoför bilen vuruşup gelip ekilin ma maymunun basымен tutturayım. Dep şunun bilen yani bir günü ama yolda ketip barsam konsul köşünün dokmuşunu bir ağaynam uçurap kaldı. Bu ağaynam yama uğurgula gitti bek datat git bizden paranışıp turap adaş deseme dedi. Ne mağdın sen doktorxanaga mang'an dedi. Nemiga mang'ding doktorxanaga desem bu sefer ağaynamning tug'ilgan kunida shu gul setibag'ini mang'an degidek. Alamet tutkensiz cuma. Rahmat. Bu kuchsul oynashi ne degandingiz? Rost gapni qilsam, cho'ndadan mening yetovlat mo'zduz emasmi? Mush ishq deriz deganni yasaydigan bo'lsa, shunda chiroyli yasaydi. Alamet o'ynaytirkansiz. Siz eng yaxshisi mushu yer sharining ilib ketish to'g'risida bir ilmiy maqola yozib baqsangiz o'g'ri. Siz o maqolani yozib, ma shimol qutbga iqlab o'qib bersangiz, ular sizdan u dunyo bu dunyo rozi bo'lib ketadi. To'g'ri dedingiz. Mening kichik o'g'lim 3 yoshga kirdi dedi. Ben de yaşlığı bir ütey desem, ben partak şey deydiğine dep, yalıngaç bulup partak şey dep ki sakşı tutup da, balık kokusu gitip maşını terek tutup koyuptu. Nereden açığım geldi, berip elip sakçıdan bir munca jariman aldım. Bu dertligini mi dey? Erkallıdır, her xiyal dep, bu gapni qilsangiz bir isim kelyapti. Tünögün ma yoldan ötüp ketayotsam, elik Purchaq efendim, ishqaldiki kötekte oturup, mo'xurkisini po'qirtib, çırt tükürüp oturuptu. Oy nim bo'ldim desem, yesam ishkimga chalmaylan, meni qo'sig'asi shu vaqt tamoq yeydi deb tillab xat yozib qo'yib kechib ketibdi. Bak achig'im kelib ketibdi deydi. Shunga xat bo'lma, dadi yo'q kim bor deb tasalli berib keldi. Ma gapni yaxshi kutsangiz qarang. Ben de gapingizning o'ramidan qarasam, men kunda etdiganda jangal verip o'tan ekilib satar ekanman. Bu yerda siz quruq gap setib hech qanday ish qilmamsiz. Endi shu oliy maktabga o'tamagandan keyin Amerika olsun chiqib o'qib kiraymi deyman. Ey, o kitap o'qiganga qo'saq to'ymaydi, undan mendek oyoq maylanga bo'ldi. Ey, hozir chet elda ilm-fan taraqqiy qilib ketdi. Men u yerga chiqib o'qib kirib, mushu yog'ochdan vasf yasash texnikasini o'rganib, mushu yurtimizning sanoatiga bir kishi kasb qo'shaymikin deyman. Bo'lmaydi. Menma oldin kuni velosipeddan birini so'yab yeydim. Bir velosipedni so'yab pedalni chiqib beligini ishib oldim. Kamerani endi qo'shnilarga aytib berdim. Igirni fikrab o'zamaydim. Uni kedil ramning ortida ishim yo'q bir yeri bor. Ashaning go'shib yomon tatliq. Shuna bu yerda quruq gap setib o'tdamay. Kishi bo'lmasa tomoshabinlar bilan itot o'ynaylar bo'ldi. Ey, bu ikkimiz o'xshash tilda paranjib turmaydi, ko'nglimnikini tushundiramdim bu. Biz bunda jidalishmasak, ma haqlar bizni dadibal o'xshaydi deb qamamdi. Voy, nimdisi demamdi? Chiqilib bunda kimasiz samsiz tek qilmaymi bo'ldi? Va qanday qilsangiz qiling a? Kechkichi donqastung, naqsullarni yugat. Va siz nima demoqchi? Tomoq chekildisa, pos chekid ekansiz. Endi unkin ishkisi yo'q deb almi to'g'i chiqamisiz? Naqada qilsam, biz shu nayadigan pul vosqilab pul. Bo'ldi. Siz bilan gap talashmayman. Boshqa kelgan botur debdi. Aman bir tatqulug'imiz og'u bizning. Va alaykum assalom, kullaro. Obdan qovamizlar. Tova. Hozircha kishkeli gapimizni qilib o'tiribdi. Qulimiz qizibdi. Shu necha kundan beri sizni taniyolmay gangirab yurgandi. Men eshik arvisini boshqa oldiga bog'lab qo'yib edim. Ey, sizlar nima ko'p kunduzda restoranning ayrimxonasida yotgan ko'pangni deb yetib ketdinglar edi? Ey, elma dixonli eshaklarga bug'doyni otib, untaq qilib qayda qilsizlar? Ve qilgan boshqa ish yo'qmi sizlar? Biz asvayda televizor ko'rib o'tdaga, tuyuqsiz yomg'ir shar deb ketdi shu talar chiqaga. Ama kirib suv chiqib ketgandan keyin, men yo'lning ikki tarafiga mashina qo'yib, o'tni bo'lsin chiqalab, yo'lni isitibdi. Shuni talab ketdik. Ey, shunda bo'lsa, sizlar ertadan kechgacha meyat o'tirib, qurib ketib, dardlashganning nimaga foydasi bor, ha? Ey, men ko'rdingmi? O shahrab eqvatgan bu daryoni ko'rdingmi? Ko'rdik. Men bunda qalasam, sizlar mush daryodan o'tmoqchi o'xshaysizlar. Men mush daryodan o'tmoqchi. Anlaşla qilganda, bu daryoning u yoqidagi qirg'oqda sandakchilarni g'azal to'g'laydi, deydi. Hey, shuni biz bu yerda gap setib qolib o'ltirsak bo'lmaydi. G'oyibdan birisi kelib menga bizga ko'mrik deb bermaydi. Shuni oyoqlarimizni, kiyim-kechaklarimizni sep, bu yerda kechib o'tib ketmaylimi? Ajab buni o'ylamabdi-qa? Shuni deyman. Aras. Bas suvi tushsak bo'ptim, yo'lib ketaman. Endi buningga hozir bir narsa qilib bo'lmaydi. Lekin tavakkul qilib chiqish kerak-da. Suv suga qachon?
O soğuk olsa ot kalap kızıltı bitimiz ey. Şu şakırt koydu odamız deki. Mınla. Allah. Şuna biri ha. Gel bak ha. Yok, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Şuna ey.